Assalomu alaykum hurmatli opa-singillarimiz. Bugungi mahsulotimiz Gyalurond nabori haqida. Faberlic kompaniyasining 10 mingdan ortiq mahsulotlarining ichida Gyalurond nabori o'z o'rni va ahamiyatiga ega eng ko'p sotiladigan mahsulotlar qatorida turadi. Sababi bu mahsulotimiz yosh tanlamaganligi sababli ham juda ham ko'plab yoshdagi opa-singillarimiz bundan foydalanishlari mumkin. Bu naborimizni eng muhim xususiyatlaridan biri chuqur namlash. Yuzingizni chuqur ichkaridan namlab beradi va yuzingizdagi suv balansini bir xilda norma holatda ushlab turadi. Yuzingizdagi mimik ajinlarni, yoshga bog'liq bo'lgan ajinlarni, mayda ajinlarni yoyib berish xususiyatiga ham ega. Yuzingizdagi suv balansini norma holatda ushlab turganligi uchun ham bu yuzingizdagi ajinlar o'z-o'zidan yoyilib ketadi. Bu mahsulotimiz tarkibida noyob bo'lgan gialuron moddasi ham bor. Bu mahsulotimizni o'zini yaxshi ko'rgan, yoshligini yana bir necha 10 yillar davomida saqlab qolmoqchi bo'lgan, ajin tushish jarayonini kechiktirmoqchi bo'lgan opa-singillarimizga tavsiya qilamiz. Albatta siz effekt bo'lishi uchun bu gialuron naborimizni nabor holatda ishlatishingiz shart va ikkinchisi tartib. Har kuni albatta bir kunda ertalab va kechqurun 2 mahal bu naborni ishlatishingiz kerak. Kunduzgi va tungi kremlardan foydalangan holda agar 2-3 kunda bir haftada bir yoki qachondir esingizga tushib qolganda bir foydalansangiz, bunda sizda har qanaqa kremda ham effekt bo'lmasligi aniq. Effekt bo'lishi uchun albatta har kuni tartib bilan foydalaning. Bu kremimizni o'zini yaxshi ko'rgan opa-singillarimizga tavsiya qilamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun lichkaga murojaat qiling. Hammangizga